Assalomu alaykum barchalarga sizlar bilan Asadbek Abdumavlonov va albatta sizlarni Asadbek Abdumavlonov kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videoni nomidan va albatta prevyusidan ko'rganingizdek, bugungi videomizda Melbet o'yinini olma o'yini bo'ladi. Nimaga Melbet o'yini? Tfu, yana adashdim. Videoni boshlanishini adashdim. Obo, Kitty. Masha kirib keladi, inson ham kirib kel. Voy, mana bizni Kittyimiz qiz bola qimmat mushuklardan. Qo'rlashni qilib. Bu ham meni yaxshi ko'radi, o'sha kompot bo'lib qoldi menga. Mushuklar bilan kelishib ketaman. Bo'ldi, endi chiqib ketaqa video olayman. Bugungi videomizda Melbet bookmakerini olma o'yini bo'ladi. Bu olma o'yinini ko'pchilik o'ynamagandir, lekin Melbet o'yinidagi top o'yinlardan desa ham bo'ladi, chunki bundan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi, yaxshigina pul ishlasa bo'ladi. Vaqtiga 10 minut, 15 minut vaqtingizni ketkazasizlar. Va albatta men sizlarga bugun o'rgatadigan strategiya orqali video nomida ko'rgan bo'lsanglar, $1 dan $350 gacha qilsanglar bo'ladi. Ya'ni 10 ming so'm pul tikasizlar, 10 ming so'm pulinglarni 3,5 million qilsanglar bo'ladi. Faqat men sizlarga hozir buni strategiyasini tushuntirib ketaman. To'g'ri, boshda sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar va albatta kanalimizga podpisatsiya qilishni ham unutmanglar. Hammalarga rahmat kattaga, bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Kelinglar, bo'lmasa men sizlarga hozir video ko'rsataman. Ya'ni men shu videoni olishimdan oldin 1 soat oldin men Melbet o'yinini o'sha o'zim strategiya o'yinimni har kunlik o'ynaydigan strategiyam, ya'ni Melbetda ham men o'yinlar o'ynab turaman. Mana shunaqa Melbetda bookmakerini o'yinlarini o'ynab turaman. Va albatta video olishimdan oldin o'sha strategiyam ishlayaptimi, ishlamayaptimi o'shani ham o'ynashga qaror qildim. Ya'ni o'zim o'rganib chiqqanimdan keyin sizlarga tavsiya etishni ravo ko'raman. Chunki oddiy misol qanaqadir laxatron yoki yomon narsalar bo'lib qolishi mumkin. Bo'lmasa boyagi mavzuga o'tamiz. Melbet o'yinidagi olma strategiyasini men o'ynadim, ya'ni 1 soat oldin videoga olishimdan oldin. Albatta strategiya o'xshadi. Sizlarga hozir video tarzida ham ko'rsatib beraman. O'zingizlar bemalol ko'rishingiz mumkin strategiyani. Bu strategiya juda ham qiziq strategiya, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qancha aniqaga chiqqanimizni hozir men sizlarga mana ko'rsataman. Bo'lmasa Melbet bookmakerini Apple of Fortune degan o'yini bor, ya'ni bu inglizchalab, o'zbekchasiga o'zbeklar olma deydi, bo'ldi. Boshqa joyini yozmaydi, aytmaydi. 10 ta 11 etajli narsa bo'ladi, ya'ni bir ikkita joyda oddiy misol tishlangan olma bo'lsa yutqizinglar. Tishlanmagan olmalarni topib tepaga chiqishinglar kerak bo'ladi. Oramizda bu o'yin o'ynaganlar bo'lishi ham mumkin. Agar o'ynamaganlar bo'lmaydigan bo'lsa, o'ynab ko'rishlarini ham tavsiya etaman. Eng arzon stavka qilishinglar bu 1600 so'm va bu yoqqa ketaveradi. 1600 so'm, 3200 so'm, xohlasanglar 3000 qilsanglar bo'ladi stavkasini. Hozir bu просто screenshot, kecha screenshot olib qo'yganman. Balansim tepada, balansim ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qaranglar. 10 ta 11 etajdan iborat. Ya'ni mana 1-chi, 2-chi, 3-chi etaj, uylarga chiqquncha 11-chi etaj bo'ladi, yashaydigan do'minglarda. Meni strategiyam 1-chi qatorda 1 bosasizlar, 2-chi qatorda 2 tali bosasizlar, 3-chi qatorda 3 tali, 3 ta ketma-ket bosasizlar. Mana o'zingizlar mana screenshotda ham o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Mana oddiy misol, mana 1-chi qatorda 1, 2-chi qatorda 2 ta, 3-chi qatorda mana 3 ta. Ko'rib turibsizlar, men 4-chi qatorda 4 ta qilmoqchi bo'lganman, lekin 4 ta qilmadim. 4 ta qilish o'rniga, chunki 2-3 marta qilib ko'rdim. Hozirgi videoni ham qo'yib beramiz. 349 koeffitsiyentga chiqa olmadim. Lekin hozir ko'zinglarni oldinglarda birgalikda chiqamiz va albatta 3200 so'm pulimi, 3200 so'mmi, 6400 mi, 3200 yoki 6400 lik stavka o'ynadim. Eng arzoni 1600 so'm. Oddiy misol 3200 so'm pulimi men 69, ya'ni 70 koeffitsiyent bilan, ya'ni men 3200 so'm pulimi 70 koeffitsiyent bilan, ya'ni 69.93 deyiladi. Mana 69.93 o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Eng tepasi 349 koeffitsiyent, ya'ni bu koeffitsiyentga 349 barobar, ya'ni misol $100 pulinglar bo'ladimi, 1000 so'm pulinglarni 349 mingga ko'paytirsanglar 349 ming so'm bo'ladi. Eng tepasiga chiqqanim hozircha 70 koeffitsiyentga chiqdim. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar videoda. Tak, 4-chisini bosmadim. Har doim juda yutqizib qo'ydim, lekin xudo xolasa hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar 350 koeffitsiyentga ham olib chiqamiz. Strategiya mana shunaqa. Xohlasanglar chap tomondan men aytgandek 1 1 2 2 3 3 4 4 qilib ketsanglar bo'ladi. O'zi 4-chisi bilan uch tugaydi. 4-chi qatorni 4 tali qilsanglar o'zi tugaydi, 5-chi qatorgacha bormaydi. Xohlasanglar 5-chi qatorga o'zingizlardan xohlaganinglarni qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Chap tomondan boshlaganman. Mana o'zingizlar videoda ko'rib turibsizlar. O'ng tomondan ham boshlasa bo'ladi. Mana bu yoqda screenshot bor. Summasiga e'tibor beringlar. Mana summasiga, mana rasmlarga, screenshotga e'tibor beringlar. Hech qanaqa bu Photoshop emas. Mana xohlasang o'yini pulingni qaytarib, xohlasang mana 5 ta strelkadan bittasini bos va 349 koeffitsiyentga ega bo'lmoqchi bu yoqda. Men yo'q dedim, pulimni qaytarib oldim. 223 ming pul. Mana ko'rib turibsizlar. Endi bo'lmasa Melbet bookmakerini приложениyaga, ya'ni programmasiga kiramiz va albatta ko'zinglarni oldinglarda men 350 koeffitsiyentga chiqarishga harakat qilaman. Qaranglar, bo'lmasa Melbetga kirdik mana. Aytgancha Melbet bookmakerini bilmaydiganlar yoki men ham shu o'yinni o'ynamoqchiman deganlar uchun shu videoning tagida silka bor, o'sha silka orqali ro'yxatdan o'tinglar va albatta Asad Abdu promo kodi bilan
150 dollargacha bonusga ega bo'lishinglar mumkin. Bitga kirdik, 1,412,000 pulimiz bor va albatta mana shu joyda games joyiga kiramiz. Games joyiga kirganlardan keyin mana bolchi menchi o'yinni ham yaxshi ko'raman. O'sha bolchi menchini tepasida olma turibdi, mana olma rasmi. Mana shunga kirasizlar. Mana qarang, eng arzon stavka summa mana minimalniy 1600 so'm. Ketaveradi bu yoqqa. O'sha 2x bossangiz 3200, 6400 mana ketaveradi, mana ko'ryapsizlar. 3 milliongacha ham chiqdi. Qarang, 1600 so'm bilan boshlaysizlar. Sizlarga tavsiya etaman, balansinglarni bir 100 ming, 150 ming bilan o'ynashinglarni bu o'yinni. Chunki oddiy misol bir 10 marta, 15 marta tepagacha chiqib bu strategiyani o'ynashinglar uchun bir kamida 16 ming, 20 ming pulinglar ketadi. Chunki tepaga chiqquncha bir o'xshamashi mumkin. O'shaning uchun tepaga chiqqaninglarcha 20 ming, 30 ming bilan o'ynamanglar. 20 ming, 30 ming bilan o'ynamanglar. Buni tavsiya etmayman. 20 ming, 30 ming bilan o'ynaydigan bo'lsangiz, endi bitta pog'ona, ya'ni bitta endi strategiyani yutaman, strategiyani aldiyman. Ya'ni mana Melbet bookmakerni aldab, sekin soqqasini olaman degan paytinglar pulinglar yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun 100 ming, 150 ming bilan boshlashinglarni tavsiya etaman. Bo'ldi, ko'p gapirmaymiz. Bo'ldi, strategiyani boshlaymiz. Qaranglar. Men chapdan boshlayman. Mana qarang. Bir ketdi, ko'ryapsizlar. Birinchi qatori bo'ldi. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Ikkinchi qatorda ikkita bosamiz. Ikkinchi qatorda ikkinchisi uje yeb qo'ydi. Olma ko'rib turibsizlar, yutqizdik. Yana 1600 so'm. Bir bosamiz, ikkinchi qator, uchinchi qator, u zo'r ketyapti. Uchinchi qator, u uchinchi bilin. Keyin to'rtinchi qatorga o'tardik. O'sha ko'ryapsizlar, 6 koeffitsiyentga chiqdik. 6 koeffitsiyentga. Endi u sizlarga bog'liq. Agar oddiy misol ko'proq summa bilan o'ynasanglar, faqat 10 ming bilan o'ynaydigan bo'lsanglar, video nomida ko'rganinglarda 10 ming so'm degani, 10 ming degani bu 1 dollar degani. 10 ming bilan o'ynasanglar, 10 ming pulinglarni 3,5 millionga chiqarishingiz mumkin. Men bu yoqda hozir 1600 so'm bilan o'ynayman. Eng kam bilan o'ynaveringlar. Azartga berilib ketmanglar, o'shani ham aytib qo'ying. Главный azartga berilib ketmanglar. 1600 so'm, 3200 so'm, har bir 10 mingni oshirmanglar. 10 mingni oshirsanglar, uje sekin minusga kirib yutqizib qo'yishinglar mumkin. Eng arzoni bu strategiyani aldab ko'proq pul yutib olishinglar mumkin. Oddiy misol mana 1600 so'm bilan 1600 so'mni hozir ko'rsataman. 1600 so'm orqali sizlar qancha pul ishlashinglar mumkin? 1600 so'mni ko'paytiramiz. 349 koeffitsient 558 ming ishlasanglar bo'ladi. 1600 so'm orqali. Agarda sizlar 10 ming bilan boshlasanglar, ko'paytirasizlar 349 ga 3 million 490 ming ishlaysizlar. Lekin 10 mingni oshirib yormaylar. 1600 bilan o'ynaganinglar ham yaxshi. 1600 orqali 500 mingga chiqib olsanglar yomon emas. Aldash yo'li, tushunyapsizmi? Ko'p pulinglar ketmaydi. Mana 1600 ketdi, yana strategiya ketdi, ikkinchi qator bo'lmayaptimi? Demak o'yindan boshlaylik. O'yinni ham chapdan qilib ko'ringlar. Ketdi mana. Birinchi qator ketdi, ikkinchi qator, ikkinchisi ham ketdi, uchinchi qatorga o'tdik. Uchinchi qatori ko'rdinglar. O'sha 6 koeffitsient bilan pulimizni qaytarib oladiganimizga 10 ming pulimiz bor pastda, qaranglar. Endi 4-qatorga o'tamiz. 4-qator ham zo'r ketdi. O'sha 11 koeffitsiyentga chiqdik. Biling, 27 koeffitsiyentda o'sha yeb qoldik. Ko'ryapsizlarmi? Strategiya bu bor narsa. Yutsanglar bo'ladi, so'qqa qilsanglar bo'ladi. Ya'ni o'ng tomondan boshlaymiz. Birinchi qator ketdi. Ikkinchi qatori ikkitasi ham ketdi. Uchinchi qatori uchtasi, biling, uchtasi ham ketmay qoldi. Achimanglar. O'shaning uchun men sizlarga aytdim, 20 ming, 30 ming bilan boshlamanglar. Menda bu yoqda summa ko'proq menda, 1 milliondan ko'proq. O'shaning uchun bemalol qo'rqmayman, achinmayman. 1600 so'm pulim ketyapti. Agar endi boshlaydiganlar bo'lsa, oramizda 100 ming, 150 ming bilan boshlasanglar, plyusga chiqasizlar. 10 minut, 15 minutda bir 1600 so'm bilan davom etadigan bo'lsanglar, menga o'xshab hozir 1600 so'm bilan davom etadigan bo'lsanglar, bir 500-600 ming ishlab olasizlar. 10 minut, 15 minut ichida ketdi, qaranglar. O'ng tomonda yana birinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, yana uchinchi qator ketdi. Tak, 6 koeffitsient, 4-qator ketdi, yana 4-qator bilan yana 27 koeffitsient shunaqa bo'lib qoldi. Chiqisi yo'q, hozir ko'rasizlar. Ya'ni o'ng tomondan boshlab, yo'q, endi bu chap tomondan. Agar bu bizning strategiyamiz o'zi bilib olgan bo'lsa, ozgina aldaymiz buni. Xohlagan joyimizdan bosib beramiz, tab, xohlagan joydan bosib berishinglar, tab, 2 martami shunaqa qilinglar va albatta yana o'sha o'ngdan chapdan boshlashinglar mumkin. Tab. Pul olaylik-da, bu pul olmayapti demay boshqa xayolga borib qolmasin. Yana bitta qilaylik. Tab. Yo'q, endi mana ketdi. Endi chapdan boshlaymiz endi. Bu strategiya bor narsa. Bu o'zim ham shunaqa qilib o'ynab yutaman. Bu qaranglar. Endi o'ng tomondan o'tamiz. Bo'pti, bitta chapdan o'taylik endi. Tab. Oppa, ko'ryapsizlar o'zingizlar. Shu joyda olsam bo'ladi pul. Agar 10 ming shu joyda tikkanlar, o'sha 6 koeffitsient bilan 67 ming ishlagan bo'ladi. 4-qatorga o'tamiz dek, o'sha 4-qator parod qilib qoldi. Hech qilsa yo'q, to'xtanglar. Joyni almashtirib tursanglar, hech bilmaydi bu. Bu aldash strategiya yo'li. Yana bir ikkita aldab olamiz buni. Tab. Oppa, qaranglar hozir. Yana bitta aldab olaylik. Tab. Bo'ldi. Endi qaranglar chiqamiz. Yana endi o'yindan boshlaymiz. Tab. Ikkinchi qator ketdi, uchinchi qatorga o'tdik. Uchinchi qator ham zo'r ketdi. Bismillah, 4-qator. Voy, yana 4-qatorda parod qilyapti. Ko'ryapsizlar, olmalar ishlangan olmaga tushadigan bo'lsanglar yutqazasizlar. Tak, yana o'ng tomondan ketdi birinchi qator, ikkinchi qatorda parod bo'ldi. Bu bor narsa, hozir sizlarga isbotlab beraman. Ikkinchi qator, oppa.
Birinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi, uchinchi qator parod qilib qoldi. Bir 15-20 marta o'xshamay turadi, keyin birdaniga o'xshab ketadi. 150 ming bilan 100 ming bilan boshlasa ham 10 marta o'xshamasa 16 ming so'm minus ketadi. 20 marta o'xshamasa 30 ming, 32 ming puliga ketadi. Uje bir 30 ming puliga ketgandan keyin bir yoqda 70 ming, 60 ming puliga qolgandan keyin uje birdaniga 500 ming deb olasizlar. Bu strategiyani aldash yo'li. Boshda sal rasvod qilasizlar. Qaranglar, ikkinchi qator ketdi. Uchinchi qator, uchinchi qator, uchinchi qator. Opa, ko'rib turibsizlar mana. To'rtinchi qator, blin, yana 27 ga o'ta nimadir bo'lyapti. Boya faqat 69 gacha chiqqanman. Chapdan chap, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi. Opa, uchinchi qator ketdi. To'rtinchi qator. Opa, nima bo'lyapti? To'rtinchi qatorda cho'ta bugun. To'rtinchi qatorda cho'ta parod o'yindan boshlaymiz. Faqat 11 kayfda, faqat 11 koeffitsiyentda cho'ta nimadir bo'lyapti. Ikkinchi qator 2 ketdi, uchinchi qator, tak, unda bitta chiqib kiraveramiz. Qaranglar, bitta chiqib kiraverdim. O'yinni yana boshqatdan boshlaymiz ham. Tak. Hozir men yoki deb yangi profil ochib boshqatdan pul to'ldirishim kerak, ya'ni bu yoqdan pullarimni chiqazib yangi profilga pul solishim kerak. Yoki deb bir kunda bir marta bo'ladi bu narsa. Adashmasam endi oddiy misol bir kunda bir 500-600 ming yomon emas u. Mujmo olib bo'ldimda, balki o'shaning uchundir, adashmasam 20 marta bo'lib qoldi. Tak, davay. Strategiya bor narsa bu, strategiya bor. 69 koeffitsiyentgacha chiqadi, masla chiqazib beraman hozir. Chiqazib beraman maslaga. Ko'ryapsizlar, mana 6-7 koeffitsiyentda ham pullarni olsam bo'lardi. Olmayman, ataylab sizlarga tepagacha chiqazib beray deb. Tak, chapdan boshlaymiz. Ikkinchi qatorda 7. Tak, o'ngdan. Ikkinchi qator yes. O'sha ikkinchi qatorda ham 2 koeffitsiyent bilan olsam bo'ladi, yo'q, olmayman, ataylab. Ana 6 koeffitsiyent. Mana 21 ming qilib pulim olsam bo'lardi, olmayman, ataylab. Tak, 4-chi qator bilingan. 4-chi qator nima bo'lyapti o'zi? O'zinglar ko'rdinglar, mana strategiya o'sha 6 koeffitsiyentda amalladik. Ana 11 koeffitsiyentda ham amalladik. 4-chi qatori birinchisini bosdik, 4-chi qator ikkinchisida mana 27 koeffitsiyentdan oshira olmadim bu safar. Cho'ta oshmayapti. Hozir to'xtab tur, sambacha. Ana qarang, 11 koeffitsiyentga keldik. Mana 11 koeffitsiyentga keldik, yutqizordik, to'g'rimi? Bir 5 tasidan ko'ngilga tortganini bosinglar. Opa, ana qarang, 27 gacha. Endi 27 ga chiqqandan keyin agar menda qanaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, sizlar mana shuni qilinglar. Ko'ngilga tortganini qilinglar. Opa, ana ko'rdinglar, 89,069 koeffitsiyentda ushadim uje. Tak. Yana ko'ngilga tortganini qilinglar. Agar mana shunaqa qaysidadir bir, masalan, oddiy misol, men hozir birdan uje 1 koeffitsiyentdan uje 6 bilan 11 koeffitsiyentga chiqqandan keyin mana ko'ryapsizlar, mana olmani ikkita tomonga qo'ydim. Chap qatori birinchisiga, o'ng qatori birinchisiga qo'ydim, to'g'rimi? Sizlarda ham mana shunaqa qaysi qatorda, masalan, 11-qatorida yoki 11-koeffitsient joyida sizlarni o'sha joyda yutqizib boshqacha bularni aldash yo'liga o'tishimiz kerak. Hozir men 89 mingga olmayman, atak olgan bo'lardim. Yana ko'nglim tortganini qilamiz. Tushundinglar, qarochi, yoki men tushuntira olmadimmi? Tushundinglar, glavnisi qaysidadir, masalan, menda faqat 11 koeffitsient bilan 27 koeffitsiyentda meni aldayapti, tepaga chiqishimga yo'l bermayaptimi? Ko'ngilga tortganini bosinglar. Ketdi yana. Ketdi, taslim bo'lmaymiz. Ketdi, qaranglar. Tap. 3-chi qator. Tap. Hozir chiqib olaylik-da. Yana shunaqa ko'ngil ketgan narsani qilamiz. Tap. Hozir to'xtanglar. Men hozir birdaniga 500 ming so'm pullarni oldinglarda pulga ega bo'laman. Ya'ni 500 ming so'm pul olaman. Tak. Hop. Ana 11 koeffitsiyentda biz aldayib o'tdim. Ko'nglimiz ketganini qilamiz. Blin. Endi 27 koeffitsiyentga o'xshamay qoldi. Ataylab maslaga bu strategiyani o'rgatish uchun pullarni olmayman. Bo'lmasa o'zim olgan bo'lar edim. O'zim o'ynaganimda mana shunaqa pullarni olmayman. 27, 11 larda olmayman, 69 larda, 27 larda olishga harakat qilaman. Chunki bu yoqda sal minusga ham kirib ketmasimiz kerak. Sizlar ham azartga berilib ketmanglar. Maslaga hozir o'rgatish uchun mana shu narsaga qilyapman. Men o'zim agar g'alati his etaman, agar shuncha gapirdim, shuncha video oldim, sizlar o'sha like ham bosib bo'ldinglar. Agar mana shunaqa men parod qilib turib, maslaga hozir o'sha 60 necha koeffitsiyentda eng tepasi 69 koeffitsiyentga va albatta 349 koeffitsiyentga chiqazib bermaganimgacha men hech qachon video kerak bo'lsa 1 soat bo'lib ketmaydi. Men sizlarga uchun chiqazib beraman. Tak, ikkinchi qator ketdi, uchinchi qator ketdi. Blin. Hozir uje bizani 6 da, ko'pincha 11 da, 27 da aldayapti bizani. Birodar, ana to'tingni ko'ta. Tak. O'yindan boshlaylik. Tak. Cho'ta bergisi kelmayapti bu. Bacha, lekin strategiya bor narsa. Tak. Opa, qarang, 11 koeffitsiyentga keldik. 21 ming.
Yana 1.600 dan boshladikmi? Ko'ngil tortganini qilamiz demoqchi edim, bo'lmay qoldi. 3200. Eng g'alabasi bizga 69 koeffitsient ham 3200 so'mmi 69 ga ko'paytirsanglar yomon emas. Tak, ketdi o'ng tomondan ketdi. Voy, bilinchi oldinglarda men neto bo'lib qolganman, to'g'risini aytsam. Ko'pchilik aka Melbetdan ham boshqa bookmakerlardan ham o'rgating deganlar uchun mana shu videoni oldim. Kelinglar bo'lmasa boshqa strategiya ham qilamiz. Yana bitta strategiyam bor, o'rgataman sizlar uchun. Birinchi qatori bitta, ikkinchi qatori ikkita, uchinchi qator uchinchi, to'rtinchi qator to'rtta. Tak, hozir to'xtanglar. Bitta-bittaga to'ramiz mana shunaqa 1 2 3 4. To'rtinchisida parod qilyaptim, demak, sal o'zgartiramiz. Korоче, olmalar bir-biridan uzoq bo'lib ketmashi kerak. 1 2 3. To'rda parod qildim. Bu yoqqa to'g'ri, bu yoqqa ulab boramiz. Olma bir-biridan uzoq bo'lib ketmashi kerak. 5. 5 endi uzoq bo'lib qoldi, chunki olmalar bir-biridan uzoq bo'lmashi kerak. Bu yoqqa, tak, bu yoqqa, biling, 6 koeffitsiyentda parod bo'ldi. Sal parodli qilib qo'ydik. Tak, olmalar bir-biridan uzoq ketmash kerak, bir-biriga ulangan bo'lish kerak olmalar. Tak, o'rtadan boshlaymiz. Mundoq. Ko'ringlar, 6 koeffitsiyentga keldik. 11 koeffitsiyentda ushlaymiz desa, 11 ga ushamadik. Endi boyagina qilib ko'raylik, hech qanday tap tipi aldab qo'ydikda. O'sha bu olma o'yinini aldadik. Endi biz u ish qilmaydi deb o'ylayapti hozir. Uchinchi qator ketdi. 11 koeffitsient bizdan aldayapti. Oppa. Ana 27 koeffitsient ushadi. Endi 69 ushashimiz kerak. Ikkita chekkani bosmaymanmi-da? Sal pulim ham minus bo'lib qoldi sizlarga video olaman deb. O'shaning uchun sizlar like bosmasanglar bo'lmaydi. Chunki men bu yoqda 200 mingcha pulni minus qildim, sizlarga ko'rsataman deb. Lekin shu paytgacha 27 koeffitsiyentlarda pulimni qaytarib olsam bo'lardi. Ataylar 69 ga 359 koeffitsiyentga chiqazay deb sizlarga harakat qilib pulimga yetkazib yotibman. Bo'lmasa shu joyda videoni to'xtataman, chunki videomiz uzun bo'lib ketdi. Shu kommentariyada, ya'ni shu videoni kommentariyasida o'sha asablarim buzildi. Ikkinchi qismini oling, strategiyangiz o'xshagan joyini imminni qo'yib bering deydiganlar uchun ikkinchi qismini olaman. Faqat kam gapiraman. Imminni o'xshagan joyini sizlar uchun qo'yib beraman. Nima deysizlar? Ikkinchi qismini olishimni xohlasanglar kommentariyada yozinglar. Ikkinchi qismini oling Asadbek desanglar, ikkinchi qismini olaman. Faqat unisi bir 5 minut, 6 minutlik bo'ladi. Ko'p gapirmayman. Faqat strategiyaga o'xshagandan sizlarga noldan ko'rsatib beraman. Hech qanaqa odamlar Photoshop, Lahatron deb o'ylamasin. Prosta sizlar iltimos qilinglar, shunaqa video oldim. Men sizlar uchun oldim. Bo'lmasa shu videoga like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Asadbek Abdumo'minov bo'ldi. Va albatta Melbetmi, Vonvinmi qaysi o'yinlarni o'ynashimni xohlaysizlar. Hali Vonvinda ham ko'p o'yinlarni o'ynamaganmiz. Melbetda ham xudolisa ko'p o'yinlarni o'ynab ko'ramiz. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Asadbek Abdumo'minov bo'ldi. Shu videoga like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'xtanglar, ichkida xayrlashing. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Robot Asadbek JTS qilmalarmi? Bo'pti. Sog' bo'linglar, yaxshi dam olinglar.